Hozir siz ko'radigan uyi narxi sizga albatta yoqadi. 2 sotuvga tushgan, 7 ta xona, kirib yashaydigan, tayyor, pishgan g'ishtdan qurilgan. Narxi 105 ming. Zo'ra manzil Sergeli yangi trassasidan 5 kilometr kirganda Layli mahallada joylashgan. Darazadan kirib ikkita mashina tapchan qo'ysalar bo'ladi. Ikkala tomoni zeleniy zona qilingan, ikkinchi qavatda balkonlari ham bor. Kirganimizda chap qo'lda oshxona keladi. Oshxonaga duh konturning kotel o'rnatilgan, panoramli oynalar qilingan. Mana bu yerda kattagina mehmonxona, mana shunaqa yorqin abo'yli, oppoqqina eshiklar qilingan. Bu mana birinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Bu birinchi qavatdagi birinchi yotoqxonamiz. Qaranglar, bu yotoqxonadan orqa tomonga chiqasizlar, havo aylanadi, hamma xonalarga quyosh nuri tushadi. Bu birinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxona. E'tibor berdinglarmi? Birinchi qavatda o'zida 3 ta xona bor, bitta mehmonxona, 2 ta yotoqxona. Ana endi ikkinchi qavat bilan tanishamiz. Bu birinchi, ichida sanuzeli bor, kattalar yotoqxonasi. Mana bu yerda esa birinchi bolalar yotoqxonasi joylashgan. Mana bu yerda ikkinchi bolalar yotoqxonasi ko'rib turganingizda hamma joy to'pli pol plus batareya desaydi. Bu ikkinchi qavatga mo'ljallangan umumiy sanuzel. Bu esa ikkinchi, ichida sanuzeli bor, kattalar yotoqxonasi. Atrofida maktab, bog'cha, hamma qulayliklar bor. Videoni mana shunaqa arzon narxda uy qidirganlarga yuborib qo'yinglar. Rahmat.